Akalar assalomu alaykum. 180lik frezamizni sotdik. Yangi yo'llik playtimizga narxini 19 million qilib berdik. Akalar frezerimizni mana 160ligi, 180ligini hozir sotdik. 180ligimiz yana bor, kimga kerak bo'lsa. Hop, dori sepadigan keyin chizellarimiz tez kunda kelib qoladi, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana 3 tali aylanma plyukimiz, uzunligi 1.95, eniga 1.15, bo'yiga 1.35. 35 chuqurlikni oladi traktorimiz. 3 tali aylanma plyuk, kilosi 350 kilo. Mana 404 modelli 5 kabina traktorimiz bemalol buni torta oladi. 40 ta ot kuchi. Buni 504 modelga ham taqsirlar bo'ladi, akalar. Akalar, bizda motobloklar ham bor. Bedoradigan apparatlar bor, vibrakatoklar bor, keyin beton mishalkalar bor, 200 litrlikdan 500 litrligigacha bor. Bundan tashqari akalar, bizda mini ekskavatorlar bor. Narxi 54 milliondan 66 milliongacha. Kimga to'liq obzor kerak bo'lsa, tepadagi shapkadan bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Akalar assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Akalarimizdan mana Fora traktor 504 traktordan oldik. Endi xudo xolasa ishlatdik, yaxshi, hammasi zo'r. Frezerlardan ham oldik mana. Endi ishlash jarayonlarini ham xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Ko'raverasizlar. Mana oldik. Yo'q, bormi? Yağda üstü açık bo'lsa, talda turib olamiz buni. Просто mana bundan tal bilan olamiz ekanda, mana bu o'rta ochiq turibdi. Buni biror narsaga ilib ham ko'tarib bo'lmaydi, buni odam ko'tara olmaydi buni. Og'ir bu 400 kilo. O'ynab ketdi. Boylashimiz kerak buni endi.